Assalomu alaykum hammalarga. Bugun sizlar bilan yumshoqqina og'izda eriydigan somsalarni tayyorlab olamiz. Buning uchun birinchi qiladigan ishimiz smetanaga tuz bilan tuxumni qo'shib, yaxshilab aralashtirib bir chekkaga olib qo'yamiz. Margarin bilan unni yaxshilab uqalab, o'rtasiga smetanali massamizni qo'shib, yumshoqqina xamir qilib olamiz. Xamirimizni 20 minutga xolodilnikka qo'yamiz. Tayyor bo'lgandan keyin xamirlarimizni mayda zuvalachalarga bo'lib olamiz. Yong'oqdek qilib, u katta kichkinaligi o'zingizlar xohishingizga qarab, kattaroq, kichkinaroq qilsanglar ham bo'ladi. Endi xamirlarimizni hammasini bittada yoyib olamiz. Hamma dumaloqchalarni yoyib olamiz. Keyin oldindan qiymamizni tayyor qilib qo'ygan bo'lishimiz kerak. Hamma masalliqlarimizni mayda kubik shaklida to'g'rab olamiz. Ichiga mana ziravorlar bilan mayonez qo'shib yaxshilab aralashtirib olamiz va tayyor qilingan xamirlarimizga solib olamiz. Keyin somsachalarimizni paramat shaklida tugib olamiz. Videoda ham ko'rsatib o'tganman qanaqa tugilishini. Hammasini tugib olib listlarga qo'yamiz. Ustidan tuxum sarig'ini surib chiqamiz. Bu chiroyli chiqishi uchun. Oldindan qizib turgan duxovkaga 180 gradusda 25-30 minutda pishirib olamiz. Yoqimli ishtaha. Yoqqan bo'lsa like bosishni unutmanglar.